Ko'pchilik onalar farzandini tomog'i shishib ketdi deb lor shifokorga olib kelishadi yoki pediatr orqali tomog'i shishib ketganda lor shifokorga jo'natishadi. Aslida farzandi shamollamagan va isitma qilmayotgan bo'lsa ham tomog'i tagnak murtaklari gipertrofik shaklda bo'ladi. Ya'ni bunda tagnak murtaklari gipertrofiyasi kattalashgan hisoblanadi. Bu hech qanaqa asorat bermaydi. Yuzasi silliq, oq pushti rangda bo'ladi va o'zidan probka hech narsa bo'lmaydi. Biz ko'pincha adashtirib surunkali tanzilit, ya'ni tanzilit kichkina holatda bo'lsa ham o'zidan asoratlar berib, revmatizm, buyrakka asorat beradi. Tagnak murtaklari gipertrofiyasi esa hech qanaqa asorat bermaydi. Bu 3 ta darajasi bo'linadi. Tagnak ravog'idan 3 dan 1 qismi bo'lsa birinchi, 3 dan 2 ikkinchi daraja va to'liq yopilib bir-biriga tekkanda 3-daraja hisoblanadi. Bunda faqatgina bezovtalik bolalarda ko'pincha kechqurun xurrak otishi, nafas olish qiyinligi va nutqda o'zgarishlar hisoblanadi. Tagnak murtaklari gipertrofiyasini ko'rganda xavotir olish kerak emas va buni lor shifokorga olib chiqib ajratib olish kerak. Bu yerda shamollash bormi yoki faqat gipertrofiyaning o'zimi? Gipertrofiya holatida bolada hech qachon temperatura, shamollash belgilari kuzatilmaydi. Faqatgina glandani tagnak murtaklari o'zi gipertrofik shaklda bo'ladi. Tagnak murtaklari gipertrofiyasini har doim anginani farqlay olish kerak. Tagnak murtaklari gipertrofiyasi asoratsiz kattalashgan tagnak murtak bezlari hisoblanadi.